yana shu kunlarda Hamid Durdini uchratdim. Hamid Durdi hozir ismi jismiga loyiq sargardonga aylangan edi. U madaniyat inqilobining daslibida tashkilot qurib, xotinini buzib elib olgan hiliq cho'ng kadrini tatib chiqarib, urib dumbalab o'chini olgan bo'lsa-mu, keyin o'zimi kimdir bir tarafidan bayqilib, Sovetda o'qigan, milliy inqilobga qatnashgan, kechmishi asga elinib, Shu Jingjuning quyruqi süpitida tatib chiqarilib, ko'miganni ko'rgan. Tekrar lagerga avatilgan edi. Avvalgi ayoli bo'lsa, yana uningdan ustun saviyada yashashga boshlagan edi. Chunki cho'ng amaldor eri tekrar inobat qozonib, ularning jamiyatning cho'lponlar bo'lishdek ustun o'rni qayta qo'lga kelish bilan bu ayolda Hamidga bo'lgan muhabbat qayta uyg'onmayli qolmay, aksicha madaniyat inqilobida eriga ko'rsatganlari tufayli nafrati eshib, bolalarga mushundaq nafrat singdirilgachga, bolalari uni dadimiz deb qaramaydi. O'gay dadasining familiyasiga o'tgan, uni o'z dadasidek ko'radi. Bu hal lagerdan qaytib kelgan Hamidga ko'tagisiz ma'naviy zarba bo'lib, o'zini tugashtirib olgan edi. Uning xizmati so'rilib, nihoyat tasdal bo'lgan bo'lsa-mu, uning izchil mast yurishi, ishqa vaqtida kelmasligi, idorasidagilarni zeriktirib, uni majburiy pensiyaga chiqarib atgan edi. Әмді u pensiya puluğu içip, ən köp 2 haftada pak-pakiz tügütüp etkendan keyin başqa ülpetlerinin qoluğu qarab, qavaqlarda söürülüp yüretdi. Təlimge, mən onun bək g'arq məsçiğide uçurab qalmapdı mən. Bir az şirkeyip idi. Meni körüp tunudu. Sabit efendi, Sabit aka, dedi o şirkeyip məstikde buluduğan xuşkoyluk bilen. Qaysı şamal uçurup geldi sizni? Nələrdən soraymiz? Yürüng, öyge baraylı. Restoranga başlay desem, tərtim boş, rastındayman. Siz degen öz akam bolğandı eken. Öygilik eteyli, toxtana, mən azraq bir nəsil olay. O, şundaq degençe mening gap qilishimga, özür bayan qilib qutulup ketishimga imkon bermay, haraq keşlərçe yepishqoqlik bilan öyge ap ketdi. Öyümni görüp qo'rqib ketmagaysizmi? Boytaqchilik degan shu, qalaymi qaraq? Dedi o eshikni ichib etib. Eshik echilishi bilanla ich tarafdan qonsi qaraq edi. Araq edi bo'lgandimu dimiqib, texmi ko'ngilni ilishtiradigan darajaga kelgan, tinchiqqan bir xil puroq etilib chiqdi. Bu puroqda yana qandaqdir chirigan narsalarning puroqlari ilova bo'lgan holda shundaq chidag'usiz holga kelganki, bunisi mendek qaraqdan seskindigan bir odam uchun haqiqatan boshni yerivatgudek holda edi. Bu puroqlar ichida yana ko'k tamakining, sigaretning puroqlari bor edi. Demak, Hamid qo'lida puli bo'lgan kunlarda sigaret chekatdi. Boyvachcha bo'lib ketadi. Puli tugaganda ko'k tamak chekatdi. Men qusuvatmaslik uchun o'zimni zo'rg'a tutdim. Bundaq bir ifodam Hamidga og'ir kelishini bilatdim. Bu bakmi tavu nozuk, oson qaydab ketadigan odam emasmi? Qani, mayaga o'tiring, mayaga. Ayibga buyurmaysiz, o'z haqimizga siz degan. Dedi o kirlishib ketgan eski sapaning ustidagi qalaymaqan narsalarni erig'dab, menga choy raslab, ondan o'zi oshxon tarafga tamshilib, men gachida bir choy qo'yib etay, ondan tasida bir taqsi qo'rma yasayman. O'zim chaqqan ham usta bo'lib ketdim da. Ha, siz haroq ichmaysiz a? Dedi o afsuslangan holda. Rasa bir qalb tushundirishib olatdiq-da. Keling, avar bo'lmasingizmi bo'ladi? Gaplashib o'tirsaqli bo'ldi, dedim uni to'sishga tirishib. Ammo u o'ttirdi qalaymaqan chechilib yotgan kiyim-kechaklar, kitoblar, gazetlar, so'mkalar, o'rilgan o'rindiqlar degandek narsalarga putlashib, dal dugunib degidek oshxonasiga kirib ketdi. U yerda u allaqandoq taraq-turuqlarni qilgach, shu yerda turib men bilan suhbatini davom qilishga boshladi. Ammo men vaqirab gap qilishni yomon ko'radigan odam uchun bu suhbat tas edi. Uning ovozimni yetkazish uchun vaqirmasam bo'lmaydi. Ha, gap qilg'ashtiring aka, sizning holingiz nechuk? Deb vaqirdi u oshxonadan. Mening ovozim putuk,
Şuna siz işinizni tügütüp keling, andın gaplashayli. Dedim onun yeniga berip. Andın qaytib kelip joyimda o'tirdim. Onun yo'q bursida burnumni yengim bilan etib oldim. Onun qo'rmisi shiraga keldi. Ammo rangidan qaraganda yesivelek pishqandek emas edi. U chaqqonlik qilaman deb issiq o'tkazmayli ilib kelgandek qiladi. Hatto choy qaynamay turibli qo'rmin tayyor qilib bo'lgan edi. Choy hozirli qaynaydi, dedi u va yana oshxonaga mangdi. Men endi uni xafa qilmaslik uchun burnimni etib olmag'achqa bir boshqa turli chora bilan arlab burnimni etishga majbur bo'ldim. Derazingizni ozroq ochib qo'ysangiz bo'lamdi yo? deb so'radim takalluf bilan oxiri chidab bo'lmay. Bo'ladi, ha, siz haraqning buruqidan chidamay qoldingiz-da, dedi u kulib. Ammo bu yerdagisi yolg'iz haraqning puruqi emas edi. Yuyulmagan kir kiyimlarning puruqimi bu umumiy xo'rda o'z o'rnini topgan edi. Yana uzoqdan beri to'kilmay turayotgan axlat ichida o't yosh ham meva cho'piklarimi sesib bu umumiy xo'rga qetilgandek qiladi. Hamid suhbat uchun savolini takrorladi. Men uningga ishsizligimni, makonsizligimni, ish izlayotganligimni tüp-tüzli aytib berdim. U ko'zlarini chaqchaydi. Turadigan uy bo'lmasa, mening uyimni turayvering. Men yolg'iz bo'lgandekin, dedi u samimiylik bilan. Uning bu so'zlarida samimiylik bor edi. Ammo uning bilan birga turishim mumkinmidi? Rahmat, hozircha turadigan yerim bor. Agar ehtiyojim bo'lib qolsa, sizni izlab kelaman, dedim. Gap oraliqida u o'zining fojiali kechmishlaridan hikoya qilib, xotinidan zarlandi. Rostdan deganda, uning beshiga kelgan fojialarni ba'zilarimiznikiga solishtirganda to'liq yenik deyishga bo'lsa-mu, bu odam o'zi chidamas mijozligidan dunyoda uningdek dard tortgan biri yo'qdek hisoblaydi. Alamga chidamay o'zini tashlab ketdi. Har qancha bo'lganda-mu, bunchalar o'zingizni tashlab etmasligingiz kerak edi, Hamid, dedim nasihat ohangida. Bir obdan uyingiz borken, pensiya maoshingiz borken, bir jiningizni guldek qamdab eshingudek holda turib, mushu holda yashasangiz sizga yarashammi? Siz degan chet elda o'qigan ziyoli, milliy inqilobga qatnashgan inqilobchi turib, bu darajada o'zingizni tashlab etsangiz, ilgari ko'nglingizga pukkan ma'naviy qimmatlaringiz oldida o'zingizni gunohkor his qilmamsiz, xijil bo'lmamsiz. Bayatındən beri sho'xluq bilan chiqishib, meni ancha-muncha dasturxonga zo'rlab qo'yib, ko'prak o'zi yeb, pishmagan qo'rmini yeb bo'lgan Hamid endi birdinla mo'risiga petib jimib ketdi. Uning shirkayipligi bir oz taqigandek qiladi. U yana o'zining baxtsiz taqdiridan shikoyat qilib, vafosiz xotinining qilmishlaridan dodlab, bolalarining o'ziga qaramaydiganligidan azobliq ingrashga boshladi. Bu halda men nima qilay aka? dedi u go'yo hamma yo'llari taqilib, mengashqa yo'li qolmagandek bichoralik bilan. Agar men sizning bo'lingiz bo'lib qolgan bo'lsam, menmi qaramaydim, dedim men uningga ta'ddi qilib. Mushu holtingizni ko'rsa, qandoqmi sizni dadam deb e'tirof qilg'usi kelar? Siz bir chet elda o'qigan ziyoli, inqilobning g'ozisi bo'lish sifatingizni saqlab, shu sharafli kimligingizga loyiq yashagan bo'lsangiz, ular sizdek dadisi bo'lgandan faxrlanadigan bo'lsaydi. Sizdek dadisidan maqtangan bo'ladi, onasini ayiblagan bo'ladi. Ammo rostdan desam, bu deganlaringizning to'g'riliqini bilmaydek emasman. Buni nazariya jihatdan menmi bilaman. Ammo bu alamlarni yengib, qaddimni tiklashga o'zimda jasorat topolmadim. Dardlarim meni yengdi, mukchaydi. Qanday qilsam bo'ladi? Sizning na xizmatingiz, na pensiya maoshingiz yo'q ekan. Turadigan yeringizmi yo'q bo'lsa kerak? Garchi bor dedingiz. Ammo meningdek bir haroqkesh bilan birga turolmaydiganligingizdan deb qo'yayotganligingizni bilmagidek darajada qapoq emasmanmi? Demak, sizning uy makoningizmi yo'q ekan? Shundoq turib, sizning mushundoq ratlik, pokiz, xuddi bir yerning kodiridek, peshqadam muallimdek olibtaklikni saqlab yashayotganingiz darhol diqqatimni tortdi.
Onun üçünmü sizden hayatның sırlarını koçulaşqa, sizning hayat resipingizni bilib bilishga qiziqib, sizni zo'rlab uyimga keldim. Bildingizmi? Siz meni mast deb o'ylab qoldingiz. Ammo men sizni maqsadlik chaqirib keldim. Siz mening ishsiz, uy makonsizligimni ko'chadagi chog'da qandoq bilardingiz? deb so'radim qiziqib. Shunimi bilmagidek darajada o'tamasdi aka, dedi u qiydib. Siz degan nomi bor bir odam. Sizning xizmatingiz asliga kelsa, darhol jamiyat uqulmay qolmaydi. Bundaq bir xabar uqulmadi. Demak, siz ishsiz degan gap. Yana biri, siz xizmatda bo'lsangiz, men yuradigan ashu qavoq ko'chalarda yurgidek vaqtingiz bo'lmaydi, deganni o'yladim. Xizmatingiz bo'lmadi deganlik uyingiz yo'q degan so'z. Chunki Urumchida azaldan sizning shaxsiy turalg'u joylaringiz bo'lmagan. İşligen yerinizden ta'minlagan uyda o'ltirib keldingiz. İşingiz bo'lmagan ekan, sizga qaysi idora uy beradi? To'g'ri faraz qila olasiz. Demak, siz nimali degan bilan aqlli odamsiz. Ammo o'zingizning bu holi haqida nemishqa ashu aqlingizni joriy qildirmadingiz? Menga shuning yo'lini aytib bering. Sizning yashash resipingiz nima? Siringiz nima? Meni qutqizib ola olamsiz? Siz mening yashash resipimni bilmaysiz emas. Ammo buni siz burunmi qabul qilishga bak qiziqib ketmagan edingiz. Hatto umidlik zamonlarmi bo'lgan. Xili yaqinlashgandekmi qildingiz. Ammo oxirida yanada ko'ngil qo'yamadingiz. Endi bo'lganda mening yashash resipimni so'rayapsiz. Buni qabul qila olamsiz? Xotindan ko'nglim elishig'liq. Ammo balalarimni o'z qo'ynimga og'im bor. Qanday qilsam bo'ladi? Meni yetaklang, menga yo'l boshlang. U yig'lamsirgan holda qo'llarimni tutib olgan edi. Boy deganimdek, siz ulgulik bir dada bo'la olasangiz, ular sizdan iftixor his qiladigan bo'lsa, ular cho'qim sizni izlab topadi. Men buni bilaman, dedim-ku, ammo buningga kuchni nerdan topaman? Kimligingizni o'ylang, nima uchun yashayotganingizni o'ylang. Sizni o'ziga bog'lab turgan bir ma'naviy qadriyat bo'lishi kerak. U sizni qutqizadi. Avval o'ylaning. Hayotingiz bir oz tartibga tushsin. Uyingiz odam yashaydigan makonga o'xshasin. Ondan siz o'zingizdan har kuni kimligingizni so'rang. Nerdan kelib, nerdan ketadiganligingizni so'rang. Bir ma'naviy to'rik bo'lmasa, qaddingizni tiklayolmaysiz. U shundoq bir to'rik bo'lsinki, o'tgan hayotingizdagidek o'tkinchi narsalarni to'rik deb eslaolmang. Ikkinchi qadamda beshingizni o'ngshab, yangi bir oila quring, dedim. Tekrar o'ylanishqa bo'ladigan gapdek qiladi. Ammo mushu holimda kim menga tega? Ilgirki xili yomon emas chog'larimda xotinlar meni yaratmay tashlab ketgan, üst-üstiga alam topgan edim. Xo'sh, endi siz degan ma'naviy to'rikka kelsam, siz menga tekrar Allohga esel deysiz. Ammo men shu yashimgacha Allohga qarshi qilmaganim oz. Demaginim oz qolgan bir pasiq gunohkor tursam, Alloh meni qabul qilarmi? Allah Rahmanur Rahimdir. Buni nazariya jihatdan bilasiz. Allah G'afurur Rahimdir. Bunun bilasiz. Ammo buni sizga hech kim yeshib, ushshoqlab tushundirmagan bo'lsa kerak. G'afur Allohning G'affor degan ism sifatidan kelgan. G'affor apuchan, kechirguchi degan bo'ladi. Bu tomtoq tarjimasi. Ammo arabchada u apu qilishni o'zining kasbi qilib olgan. Kechirishga tayyor turadigan, kechirishga bahona izlab oralli turadigan degan hukmni o'z ichiga oladi. Siz o'tkazgan cheksiz gunohlarni Allohga biroz ziyon beramaydigan tursa, Alloh nimishqa kechirmasin? U kechirishni o'ziga odat qilgan zot tursa, bandalarni shunchalik yaxshi ko'radigan tursa, har fursatni kutib, bandaning do'zaxdan aman qilish urinishida bo'lishini kutib turadigan tursa, nimishqa kechirmasin? Faqat sizning samimiyatingizli bo'lsa, Allohning afusidan umidvor bo'lsangiz bo'ladi. Allohning rahmetidan umidsiz bo'lsangiz, Allohni zolim podshohga o'xshatib tasavvur qilgan bo'lib qolasiz. Hadis quddusda Alloh shundoq deydi: Bandam menga bir g'ayricha yaqinlashsa, men bandamga bir g'ulacha yaqinlashaman. Bandam men tarafga mengib kelsa, men bandamning oldiga yugurib borman.
bir bandining o'lim soatlarigacha hidoyatga mengishini tanlash huquqi bo'ladi. Hamid xuddi Qur'onda tilga ilingan, dillari pechatlanib ketgan odamlardek bir holga kelib qolgan edi. Ikkilanishlari, gumonlarining hammasiga javob bergan bo'lishimga qaramay, ilgirmi qalbiga hidoyatning nuri kiramagan edi. Shu andimi u beshini chayqab turadi. Bu uning o'ziga ishonch qila olmasligimi yoki dinga ishonmasligimi? U texicha maymundan o'zgarganligiga ishonamdi. Hamid gangirgan holda o'ltirib qoldi. Bu turdagi odamlar har qachon qiyin ahvolda qolganda bir esildigan to'rik lozimligini his qiladigan. Qiyinchilikdan qutulgan hamon hammani unutib, bu qutulishni tanlaydi yoki o'zining qobilligidan ko'radigan odamlar edi. Bu hol Qur'onda shundoq aynan tasvirlangan bo'lib, insonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib iltijo qiladi. Ondan biz uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi, deyilgan. Uni ashu gangirash ilkida o'ylanishga qoldirib chiqib ketdim. Bu uyda uzun o'ltirishdan zaharlanib qolgudekli edi. Hamid mendan pat-pat kep turishga va'da elish uchun kuch sarf qildi. Ammo men va'dani mundaqli qilib qo'yib yuraveradigan odatim bo'lmag'achqa, va'da mening uchun chin gap edi. Shunga va'da qila olmayman. Ammo kagim kasli kelaman dedim.